Bo'g'oz sigirni bitta joyda ko'p bog'lab qo'yish mana shunaqa yo'ldosh ushlanib qolish holatlariga sabab bo'ladi. O'sha yo'ldosh tushmagan hisobiga sidik kanallarga nagruzka tushib siyalmay turadi mol. Mana shu sigirni tuqqaniga 3 kun bo'lgan, yo'ldosh hali tushmagan. Bu yo'lni hozir sigirni yo'ldoshini olib tozalab tashlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bolasini olib qo'ydim, bolasini. Ay. Bir xillar aytadi-yu. Ma'lumi yo'ldoshi tushmadi desa kalish baylab qo'y deydi-ku. Bunga bitta kerzvichini etigini ichini qum to'ldirib ilib qo'ysangiz ham tushmaydi bu. Chunki bu bachadonning ichida 80 tadan 120 tagacha karinkula bo'ladi. Bachadon bezlari kartoshka shaklida bo'ladi. Ana o'sha har bitta bezni ustida shu yo'ldosh yopishgan bo'ladi. Mana shuni asosiy joylarni ko'chirib sekin tortaversangiz, bu yoqqa chiqib keladi. Uni olmaguncha kalish baylab qo'yasizmi? Etik baylab qo'yasizmi? Foydasi yo'q. Bekarga ko'p qolib ketsa, molning mazasini qochiradi. O'zi mol tug'adi-ku. Sigir tug'di. Yo'lda tushishi tak 8 soatdan maksimalni 10 soat, 12 soatgacha tushish kerak. Tushmadim, siraz veterinar chaqirib buni harakatini qilish kerak. Chunki molni temperatura berib mazasini qochiradi u. Mana hozir o'sha karinkulaning ustida bitta mana qilib asosiy joylarini ko'chirib olib tashlaymiz. Juda hidlanishni boshlabdi, hidishga. Sasibdi. Bir xil yo'ldoshlar ana shunaqa qattiq ushlangan bo'ladi-da. Olib tashlagandan keyin joni kirib qoladi. Bilaman joning og'riyapti. O'sha yo'ldosh tushmagan hisobiga sidik kanallarga nagruzka tushib siyalmay turadi-da mol. Mana sekin ochilaveradi endi. Mana shu sigirni yo'ldoshini tozalab bo'ldik. Tozalab bo'lgandan keyin bachadondagi infeksiyani tezroq bartaraf etish uchun o'zining maxsus tabletkalari bor. Ana o'shanda o'zi aslida qo'llash tartibi bo'yicha bitta deyilgan, lekin har bitta vrachda o'zining ishlash nimasi bor. Texnologiyasi. Men ikkita tashlayman va shu zo'r effekt beradi. Tabletga kiritilib bachadonning ichiga tashlanadi. Mana bittasi ikkita tashalgandan keyin bu ichkarida shu infeksiya qolgan nimalarni tozalab endometrit bo'lib ketish jarayoni, endometrit kasalligi bo'lishini oldini oladi. Hozir bundan tashqari yana ukollar bor, shuni qilamiz. Sigirni yo'ldosh tozalangandan so'ng panoni bachadonga tabletkalar tashaldi va qilinadigan preparatlardan birinchi navbatda Dastim 10 ml hajmda o'sha ginekologik kasalliklarni oldini olish hamda davolash maqsadida sigirni boshqa kasallikka qarshi immunitetini kuchaytirish uchun Dastim preparati 10 ml. Sigir yaxshigina sho'x. Mana. Hop. Organizmdagi kasallikni oldini olish hamda o'sha infeksiyalarni o'ldirish uchun oksitetratsiklin 20% lik antibiotikidan bu muskul orasiga sigirga kerakli muolajalar qilindi. Holatiga qarab 72 soatdan keyin hozirgi preparatlarda yana повтор qo'llanilsa, sog'lomligi yana ham yaxshi ta'minlangan hisoblanadi. Sigir boqadigan insonlar uchun yaxshi tavsiyam, sigiringizni sifatsiz ozuqa bilan ozuqlantirishni kamaytiring. Ozuqasiga vitamin kompleks permixlarni qo'shib berib, ilojisi bo'lsa vitamin kompleksli inyeksiyalaridan ham sigirga qildirib bo'g'ozlik paytida o'sha narsalardan foydalansangiz, sigiringizda mana shunaqa holatlar kamdan kam kuzatiladi.
yo'ldosh ushlanib qolishining asosiy ikkita sababi tarkibida vitamin kompleks saqlovchi ozuqalar bilan oziqlantirilmaganligi, xullas vitamin balansi yetishmasligi, ikkinchi sababi bo'lsa motsion, ya'ni harakatni yetarli bo'lmaganligi. Bo'g'oz sigirni bitta joyda ko'p bog'lab qo'yish mana shunaqa yo'ldosh ushlanib qolish holatlariga sabab bo'ladi. Bu videoni sigir boqadigan barcha do'stlaringizga jo'natib qo'ying.